yaxshi inson bo'lish uchun mana qarang. Alloh taolo hozir chuqurroq tushuntiraman. Alloh taolo bu kun. Men shomman. Kunning vazifasi yorug'lik berish va teplo, iliqlik deymi, nima deydi? Teplo deb o'rishalab. Shomning vazifasi ham yorug'lik berish. Tushuntira oldimmi? Alloh taolo kun bo'lsa, biz shommiz, u ham yorug'lik beradi, biz ham yorug'lik beramiz. Kun lekin olamga beradi, biz o'zimizni kichkina kulbachamizga yoki bizdan o'zimizni xonamizga beramiz. Lekin vazifamiz bir. Allohning vazifasi ham, sizning vazifangiz ham. Bu juda ham chuqur insightlar tushungan odam tushunadi. Tushuntira oldimmi? Endi qarang. O'sha shomni razницamiz, farqimiz nimada? U doimiy biz vaqtinchalikmiz. Shom o'chib qoladi-ku. 70 yildami, 80 yildami? Bu hozir umr aytyapman. Biz ham umrimizni. Qachon o'chaman desa, shunda o'chadi. 20 yoshdami, 50 yoshdami, 100 ga boradimi? Lekin biz hammamizning vazifamiz yorug'lik berish, qizlar. Demak, biz Allohning bitta bo'lagimiz. Demak, biz olamni bitta bo'lagimiz, qizlar. Do'pingizni osmonga oting. Biz Allohning bitta bo'lagimiz. U ham yorug'lik beryapti, siz ham yorug'lik beryapsiz. Tushuntira oldimmi? U olamni yaratdi Alloh taolo. Biz o'zimizni taqdirimizni yaratamiz. Ya'ni u katta olamni yaratgan bo'lsa, biz kichkina o'zimizni olamimizni yaratamiz. Biz olamimizni yaratuvchimiz. Lekin qarang, Alloh taolo buyuk, xohlagan narsasini qiladi. Biz ham xohlaymiz. Shu kichkina olamimizda xohlagan narsamiz bo'lsa deymiz, bandamiz-ku. Qanchalik misol uchun boylikka qiziqmang, boylik unaqa, boylik bunaqa, u harom. Buni olib keta olmaysan, tashlab ketasan, tashlab ketishimiz bilamiz hammamiz. Qatta ko'rgansiz, kimdir ko'tarib ketgan. Tashlab ketamiz deb indamasdan o'tirmaymiz-ku. Boylik ichimizga solingan, Alloh taolo tomonidan bizning ichimizda boylik bor. Bu tabiat. Mana qanchalik bor, boylik yomon, u harom yo'l bilan topadi, boylik unaqa deb aytadi-ku bizda islomda ko'pincha. Yaxshi emas deydi boylikni. Lekin u bizning qonimizda bor-da, bizda ildizi bor. Alloh taolo ekib qo'ygan shuni. Shuning uchun o'sha masjiddan misol uchun jumaga bordi deylik bolalar, shu yerda boylikka yomonlik ekanligini fakt bilan keltirib berdi-da, ha, to'g'ri boylikka qiziqish kerak emas ekan deb masjiddan chiqadi, lekin bitta zo'r BMWni ko'rsa, "Vau, ana BMWni qaraganda." deydi. Nima uchun? Потому что uni ichida boylikka degan muhabbat baribir bor. Sababi u narsa bizning ichimizga ekilgan. Uni hech kim olib tashlay olmaydi. Mana shuning uchun ham odamlar baribir boylikka intilib qo'yapti. Qanchalik boylik yomon desin, baribir intilaveramiz boy bo'lishga. Pul o'zi hech nima, shu bilan birga hamma narsa, qizlar.